Tandir somsani yaxshi ko'rasiz-ku, lekin uyda tandiringiz yo'q. Bitta dona qozon topsangiz bo'ldi. Uy sharoitida xuddi tandir somsani mazasini beruvchi somsa tayyorlab ko'ramiz. Menda ko'rinishi unchalik ham o'xshamadi, chunki men bitta xato qilib qo'ydim. Lekin baribir sizga retseptini qoldiraman, tayyorlab ko'rsangiz bo'ladi. Assalomu alaykum. Ishimizni elangan unga nima ko'p suvni qo'shib, qattiqqina xamir qorib olishdan boshlaymiz. Xamirni salafanga o'rab tindirish uchun olib qo'yamiz. Orada xamirimizni 1-2 marta mushlab, dam oldirib turamiz. Xamir qancha tinsa, shunchalik tez yoyiladi. Bu xamirni qalinroq qilib yoyaverasiz. Eritilgan sariyog' surtib, siqib o'rab olamiz va 1 soatga morozinlikka olib qo'yamiz. Bu orada nachinkasi uchun qalinroq to'g'ralgan piyozga go'sht, tuz, ziravorlar va suvni qo'shib aralashtirib qo'yamiz. Xamiri katta kichikligi xohishingizga ko'ra, maslahatim kichikroq qiling. Men tugilishini tomchi ko'rinishda qildim. Somsamiz orqasini tuxum oqiga belab, yarim soat rossa ham yaxshilab qizigan qozonga yopishtirib chiqamiz. Mana birinchi yopishtirganim to'g'ri bo'lgan ekan. Keyin ko'chirib olib pastga qarab yopishtirdim. Somsami ko'rinishi buzildi. Ustiga tuxum sarig'ini surtib, o'rtadan balandroq olovga 45 minutga qoldiramiz. Lekin rostdan mazasi tandiri somsasini eslatadi. Boshqa qozonlarda qanaqa chiqadi bilmadim-u, lekin aynan Ko'kmaraning granit qozonida albatta o'xshab chiqadi. Men 3 burchak somsani duxovkada pishirdim. Sizga qaysi biri ko'proq yoqdi?